Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda görüşüp turmasdan bag'ayat xursandmiz. Xudo xolasa Yo'qopga Rabisi setkalarimiz geldi. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar do'stlar. Xo'p, buni do'shki deydi, simi 1.9lik 1,5 metr 10 metr bo'ladi rulonunda. Xo'p, bir topini 140 ming so'mdan qo'yib beramiz. Avvalgi narx sim ko'tarilsa ham hali bizga çok ko'tarildi, bize ko'targanimiz yo'q. Bularni bilasizlar. Tuning o'tgan videolarimizda ko'rsatib o'tdik. Do'shki 6 1,5 metr 10 metr bo'ladi. 380 ming so'm, 340 ming so'm, 208lik 3lik sim do'stlar. Bundan tashqari do'stlar yashil setkalarimiz tur-turlari bor. Ne dediğine bular? Bestar setkalar. Qarang. Xudo xolasa bestar setkalarimiz yukkasi, qalini her türünden bor. Rulon asosida 220 ming, argı bir deyishmay desam 110 ming so'mga beramiz. Do'stlar, bu narxlar yo'q. Bir like bosib kanalimizni ko'tarilishini yordam bersangizlar, sizlardan bag'ayat xursand bo'lamiz. Qachanacha bir faxsh, bir boshqa videolar bir 10 ming, 50 ming prosmotr oladi. Bizaniki bir 1000 dan 4000 deb tushib. Shuni qo'llab-quvvatlab beramiz do'stlar. Hammamizga xayrli bo'ladi, xudo xolasa. Rulon setkalar siz rulon setkalar. Bu yanda yine sement mahsulotları var. 49 51 ming so'mdan 52 mi? Şimdi 450 550. Yine qarang do'stlar. Derekle gap tuttu. Yine ağzı tamdır yine. Furadan tushirib. Derek mahsulotlar ham kelsa, kerak bo'lsa kelaverasizlar yine şöyle. Optim narxlarda bo'ladi do'stlar. Geladi sırası takır bo'lib qoladi. Shuning uchun sırası narsangizlar xabarlashib kelsangizlar olib qolasizlar xudo xolasa. Hozir sizlarga xudo xolasa jujaxonalar ham bor ekan ishlangan, ular ham ko'rsatib o'tamiz. Yine do'stlar, agar rekali jujaxona kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yine telefon nomerlarimizni ham yozib turib tushadi, telefon etaverasizlar. Xo'p, razmerini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, do'stlar rekani qalinligini ko'rsatib berak. Bir işe 3'lik reka do'stlar. Shu yerdan minobat olib qo'yasizlar. Xo'p, 1 metr uzunluğu 2 metrligi. Bu o'tgan videomizda 550 mingga aksiya qo'ygandik, lekin 600 ming so'm o'zi buni narxi. Hop, keyin buni yarım metr kichikroq. 1,5 metr 1 metr do'stlar bu. Bu 450 ming so'm azroq tushib beriladigan yeri bor do'stlar. Hop, keyin yana bu yerda profilda ishlanganlari bor. Va yashil setkani eng qalinidan qo'yilgan do'stlar. Hop, 2 metr 1 metr 1 metr. Balandligi yana 1 metr. Hop, buni narxini keladigan bo'lsak 900 ming so'm. Arg'isi teng deyishning narxi 1 million 200 ming so'm do'stlar. Soya setkalar kerak desangizlar har turlari bor. Xaltalangan chegara do'stlar 5 ming so'mdan bo'lib turibdi. Hop, shebellar 8 ming so'mdan. Tumbu, stakan mahsulotlari kerak bo'lsa ham etaverasizlar. Hop, yine g'ish mahsulotlari bugungi kunda 1400 so'm bo'lib turibdi. Yine labo xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, yine labolar bor. Kerak uchun yine bratlarimiz xizmatda ishida. Like bosib beraverasiz shu bratlar uchun. Hop. Yangiliklar ko'p, xudo xolasa 3D zaborlar, keyin tamom bo'lgan gabion setkalarimiz geldi. 2 metr 3 metrlik, 2,5 metrlik, 1,5 metr 3 metrlik. Yine Euro zaborlar yine. Şu argısı taza partiya hammalari kimanchali miqdorda bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa kelaverasizlar bemalol. Yine do'stlar. Yine bular. Qarang. Simi почти 4'lik. Do'shki 5'e 5. Bu 1,5 metr 3 metrlik do'stlar bu. Xo'p, o'zi Johnny Einsteinmi, Kensteinmi aytgan ekan. Ekonomika nauda deganda, ekonomika bu sifatli narsani xarid etib olishda. Xo'p, shu sifatli narsani xarid etib olasiz, xudo xolasa 10-15 yil turib beradi bemalol. Arzon narsadan 10 marta qo'ygandan, ancha sifatli narsadan 1 marta qo'ygan yaxshi. Bu 2 metr 3 metrligi, bu 2,5 miqi do'stlar. Buni kvadrat 70 ming so'm. Eng ko'p sotiladigan narsalarimizdan shular. Shu listovoy setkalar. 2 metr 2 metrlik ham bor do'stlar. Yine götürgallar asti. Bence normal informasiya berib o'tdik. Kime ne mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa,
xabarlashaverasizlar. Eurozabor asansam, nereden asansam, katralardan kripleniyalar gerek oladigan bo'lsa, отдельный satamiz va sotuvchilar ham bemalol bizdan olib beradi, o'zlarimizda chiqariladi bu kripleniyalar narsalari. Kimga qancha miqdorda kerak bo'lsa, yuborib beramiz. Shunday gaplar do'stlar. Ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik omonlikda görüşmek üzere.